Navbatdagi xonadonimizga Powertech 330 modelini o'rnatib berdik. Avtomatikamiz 24 volt ishlaydi. Встроенный akkumulyatori bor, препятствие funksiyasi bor, skoroslarini navigovka qilish imkoniyati bor. Wi-Fi orqali podключение bo'ladi. Wi-Fi bo'lmagan xonadonlar bo'lsa, через Bluetooth podключение qilsa bo'ladi. Avtomatikamizda 4 ta pult chiqadi, 3 ta ruchnoy qora, bitta nastenniy. 2 ta sensori bor. Sensor har xil holatlarda o'rnatiladi. Bir xil joylarga o'rnatilish mumkin bo'lgan joylar bor, o'rnatilish mumkin emas bo'lgan joylar bor. Bu xonadonimizda egasi xohlamadi sensorni o'rnatib berishimizni. Zvuk, signalli zvuk o'chirib yoqish imkoniyati bor telefon orqali. Lampasini ham o'chirib yoqish mumkin. Telefon orqali boshqarish imkoniyati. Eshikni ochayotganimizda telefondan положениесini ko'rsatib turadi. Qanaqa положениеda hozir darvozamiz holati. Ochilyaptimi, yopilyaptimi? Ochilib bo'lgandan keyin ochilib bo'ldi degan уведомление keladi. Yopilgandan keyin yopilib bo'ldi degan уведомление keladi. Уведомление keldi. Yopishga komanda bersak, eshik yopilyapti degan уведомление keladi. Распашные ворота закрывается. Yopilib bo'lgandan keyin распашные ворота закрылся degan уведомление keladi. Pultdan ham boshqarsa bo'ladi. Pultda ham xuddi shunaqa telefondan ko'rib tursa bo'ladi. Ochilyapti, yopilyapti. Telefon programmasi orqali skorosini baland-past qilsa bo'ladi. Avtomatikani препятствие funksiyalarini yoqirib o'chirish mumkin.